Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz, qadrli kuzatuvchilarimiz, elektrik okalarimiz va ukalarimiz. Bugun men sizlarga bir lifehack ko'rsatmoqchiman. Bu lifehackim bu holat ko'p elektriklarimizda uchrab turganligi uchun shu holatdan qanaqa qilib chiqib ketish lifehackini ko'rsataman. Bu holat ayniqsa elektr shitlarimizni yig'ayotganimizda, grebyonkani qotirganda avtomatlarimiz hammasi qiyshayib bir yon tomonga qarab tortib ketadi va natijada elektr shitni krishkasini yopib olganda ozgina qiyinchiliklar tug'diradi. Men hozir qanaqa qilib buni tekis grebyonkani qotirish lifehackini sizlarga ko'rsataman. Bizga oddiygina bir strupsina kerak bo'ladi. Strupsina bilan juda qattiq siqmasdan salgina siqib qo'ysak, endi grebyonkamizni qotirsak bo'ladi. Mana natijani ko'rsangiz bo'ladi. Hammasi ideal holatda bir tekis tortildi. Agar video lifehackimiz sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, podpiska qilib qo'ying. Combien fesses, combien gals, quand on back it up.